Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan kriptoaktivlar aylanmasini huquqiy jihatdan tartibga solish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, kriptoaktivlar aylanmasi sohasida faoliyat yuritish nafaqat belgilangan tartibda litsenziya olgan holda amalga oshirilishi shart. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasida raqamli kripto birjalar faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi istiqbolli loyihalar milliy agentligining nizom talablariga muvofiq kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyati litsenziyalanishi qat'iy belgilangan. Shunga qaramasdan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu tadbirlarga zid holat aniqlandi. Jumladan, Jizzax shahri Obod mahallasida yashovchi 2007-yilda tug'ilgan fuqaro tegishli ruxsat va litsenziya hujjatlarini rasmiylashtirmasdan kripto faoliyat bilan shug'ullanib kelganligi ma'lum bo'ldi. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlanishicha, ushbu shaxs o'ziga tegishli mobil telefon qurilmasi orqali kripto birjada elektron hamyon ochgan hamda ushbu platforma orqali jami 317.514.300 ming so'm miqdorida kripto aktivlarni sotib olish, ayirboshlash bo'yicha turli kelishuvlar tuzgan. Natijada O'zbekiston Respublikasi hududida taqiqlangan kripto aktivlar aylanmasi amalga oshirilgan. Mazkur holat bo'yicha tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan belgilangan tartibda protsessual hujjatlar rasmiylashtirilib, fuqaroga tegishli mobil telefon apparati ashyoviy dalil sifatida olingan. O'tkazilgan tergov harakatlari natijasida mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2025-yil 17-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi tomonidan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan deb topildi. Sud hukmi bilan unga 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.